Bugun OpenCase'da jinnisini qilamiz demoqchi edim, lekin bu video sal eskiroq. Nimaga eskiroq desanglar, o'tgan sezonda oxirgi OpenCase edi bu. Bu gapga ochilganida, chunki bu video o'rtada qolib ketib qoldi. Ishlar chiqib, ancha ishlar bilan band bo'lib, bu video chiqmay qoldi. Endi hozir shuni qo'yib olmasam, bu video qolib ketib qoladi. Qanday qilib oldim bu gapni degan savol tug'ilsa, Bulldropga kirdim. Bulldropdan ko'tardim. Ozgina yetmayapti. Bu gapni olishimizga garanti bor. Garantdan bu gapni jitronini sotib olib, o'zimizga OpenCase bu gapni tashib olishga harakat qilamiz. Boshqa PUBG profildan o'zim profilimga 3500 tadan boshladik. Hozir ko'taramiz buni, yaxshigina ko'tarib olib turib, 100 chiqarib olib, bu gapni ishini hal qilib qo'yamiz. Keyin o'sha sizlarga o'tib ko'p narsa kelibdi, PUBG'ga kirmay qo'ydim anchadan beri. Kirsam yangi superkarlar kelibdi. Superkar emas, eski dorchga qo'shgan mashinalar kelibdi. Keyin qanaqadir har xil narsalar kelibdi. Hali sizlar bilan nima desa bo'ladi? Sizlar bilan hammasini bitta OpenCase qilib kelamiz. Mishordan yangi narsalar kelibdi, har xil narsalar kelibdi. Shuni o'zimga ham sizlarga ham olamiz. Mana gap shu video chiqib olsin, bu video chiqqandan keyin yana o'sha to'xtatmasdan video qo'yamiz. Har kuni video bo'ladi endi bu yog'iga. Tak что uzoqlashib ketmanglar, aktiv bo'lsanglar bo'ladi o'sha. O'tgan videoda yaxshilab eshitganlar bo'lsa, Telegramga ham normalniy yo'lyapti. O'sha odam ko'payib qoldi, qilamiz OpenCase navbatma-navbat. Bir kun unikini, bir kun bunikini, ertasi kuni boshqasiniki. Ronni 100 ushlab turaman o'zim. Men unga yozaman, u davay pul tashlaydi. Men shunday 100 tashlab, arzon 2 barobar arzon qilib, OpenCase'ni chiroyli qilib YouTube'ga joylab qo'yamiz. Hozircha yaxshi ketyapti. U 1300 ta 3000 ta berib mana 5000 ta qilib yo'qmi? 3000 tadan 5000 ta qilib. Hozir bizga 3000 4000 bo'lsa, bir 4.5 5000 ta UC'miz bor-da hozir bizda. 4.5 5000 ta UC'miz bor profilimizda, PUBG akkauntimizda. Bu yerdan ham agarda 3-4 ming UC olsak, mabodoga 8000-9000 UC bemalol OpenCase'imizga, PUBG nomi bu gapda OpenCase'ga bemalol yetadi. Hali sizlar bilan sekin Fraun ketguncha 6 ham qilamiz. Fraun agar 6 qilish ancha qiyin, uzalashmasanglar balki qo'ranimiz deyman. 8.5 ming bo'ldi. 8.5 ming. 4500 taga 3120 UC berar ekan. 3120 UC kelar ekan. 8.5 ming. Hozir bor pulimizga 3600 kelar ekan, lekin 6000 kelar ekan, lekin yaxshi. Agar bugun normalniy aktiv bo'lsanglar, bir kunda 100 ta likedan oshirsanglar, orqasidan kerak bo'lsa bitta yangi video tayyorlab tezda chiqarib olamiz. Kamida tezda 100 ta like bo'lsin bir kun ichida. Bir kun emas, pasti 10-12 soatda. İşte 100 ta like borsalar bo'ldi. Men keyingi videoga shuni start olaman. Keyin Telegramga o'tib qo'yasizlar. Telegramdan aktiv tushib qoldi, chunki anchadan beri aktiv bo'lmayapti. Men endi uyga keldim, anchadan beri ko'ch boshqa Toshkentda edi. Toshkentda o'zimiz ishlarimiz bilan ancha qolib ketib qoldik. Mana uyga kelib endi OpenCase'larni ko'paytiramizda. Hop, 6700 ta bo'ldi. 8.5 mingdan sal tushirib qo'ydik. Endi bizga hozir maksimal 3000, 3000, 4000 UC'larcha kerak bizga. 4.5 mingta bulkoinni olib qo'ysak, 4.5 mingta bulkoinga tegmasak bo'ldi. Menimcha hozir sekin yechib olganimiz ham yaxshi deyman-da.
g'alati azart kelyapti. 4700 ta ochib olaveramiz hozircha. Shunaqa olmasanglar 4800 qo'yib shunaqa olmasanglar tezda bunda bo'lmaydi, bunisi ketib qolishi mumkin. 3.9 kiramiz. O'sha haligi qolgan pul bor-ku. Qolgan pulni o'ynaveramiz. Qolgan jetonda 958 ta ekan. O'shani bitta ochishimizga yetadi. Endi chiqardi. Endi shu ko'rdinglarmi, kamdan ochsam yeyapman, ko'proqdan ochsam foyda kiryapman. Qarorchi mana keyin buldurovda qanaqadir muammolar olib qolib xxx olib ketgan. Hammasini to'g'riladik. Hozircha adminlariga yozib boshqa qilib. Qarorchi 3 million o'tganlarni qaranglar. Shuncha usiga chiqganman. Shuncha odamga open case'ni qilib berganman. Endi sizlarga ham bo'ladi sekin-sekin. Qarorchi bola 3.5 soldik. Buldurovda 3200 chiqardik. Endi bu yog'iga 800 qo'ydigan ozgina solib. Garantdan o'shamonga garantdan yetadi. 1.5 gacha gap bo'lsa har qalayga 800 ga. Open case u yog'ini qo'yamiz. U yog'ini qo'yamiz. 1+1+ ush qimmatlayapti. Bo'lgan oldi. Shunisi yomonda qizil bo'lishi. Da yana tutorialga o'p. Qirib qo'yib Wow, qimmat bu 2.5 mingda. Hozir 3 ta otishimizga ham yetmaydi bu. Ya, XP berib. Oy, 500 samolyotga berib yubordi. 500 samolyotga ketamikin? Mo'ron ketib qolgan. Ya. Yana bitta berib yubordi mingta. Mingta deyman, 500 mingta bo'ldi hamma bo'lib. Qaranglar, ya. Blin. Yetdi o'zimiz. Hozir yetmas ekan. Hozir yetmas ekan. Tezda mana o'zimga Dior 7 dan o'zimga shunday podarka qilib olaman. Qarorchini podarka ham ketdi. Hozir o'zim akkauntimdan kiraman-da qarasizlarki gapga olamiz. Ana hoyat. Yaqinda BMW keladi deyapti. Shu BMW kelsa konkursdan qilib beraman agarda zo'r qilib. Hozir bu akkauntni ochishdan turibdi hozir. Alishamiz. Hop, tegmadi, yaxshi ochmabdi. O'zim olaman video qilib deb. Meni chaqirib sayboqlar. Ketdi mana. Mana bismillah. Birinchi marta savol kelishdi katta. Tadam. 45 plus berib yubordi. Tezda yoki menimki sotmaymiz. Shunchaki xaridlarni orttiraman deb yozib ham qo'yibdi. Mana sizlarga Bugatti, keyin Bugatti'da bo'yamiz hali. Qaranglar, birinchi superkarim shu bo'ldi. Bu yoqqa joylashtirib qo'yamiz. Tirs. O'zim mashinalar zo'r emas, lekin mana jinnicha mashinaga yomon tushib qolgan. Ismini Mirado. Endi bu ovozni qo'yib turamiz. Biz endi farqisi yo'q, biz Bugatti'miz bor. Qarorchi Dior bratishga senga katta rahmat. Bugatti'ni olib berding, eplab. Ancha pul ketdi. Men sen bilan xayrlashamiz. Qarorchi bolalar, like chiqmasin. Bu videoda 63 bor. Davay.